avvalambor mamlakat haqida yaxshi gap boshladingiz. Haqiqatdan ham 3 ta mamlakat 3 ta qutbga o'xshardi. Madaniyati, boshqasi orol davlatlari, bittasi gigant davlat, bir-biriga mutlaqo o'xshamaydi va eng qizig'i diplomatiyaning qiziq taraflaridan bittasi shuki, siz borganda baribir moslashishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Ruhiy jihatdan, xavfsizlik jihatdan, madaniy jihatdan va hokazo. Keyinchalik o'sha yerdan qaytganingizdan keyin o'sha mamlakatlar 10 yillab, 20 yillab sizni tushingizga kirib chiqadi-da. Ajoyib tarafi ham shu deyman. Endi o'zbek diplomatiyasini dastlab davri ham qiziq bo'lganda, men hozir sizga uni faqat murakkabliklarni aytsam, noliganlik bo'lib qolaman, lekin o'zi aslida ham mana 90-yillarda kasblarimizga kirib kelgan bo'lsak, ko'pchiligimiz birinchi bo'lganmiz-da, masalan, o'zingiz ham birinchi. Ko'p sohalarda Olimjon O'sarov birinchi bunday bo'lgan, birinchi bunday bo'lgan deb men hozir kamida 10 ta fakt sanab berishim mumkin siz haqingizda. Lekin o'sha birinchi bo'lish zavqi boyagi muammolar chekkiga sirib tashlaydi-da. Gap ochig'i. To'g'ri qiynalganmiz. Til bo'yicha qiynalgan paytlarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, Hindistonda o'qigan bo'lsam bilasiz, Hindistonda ingliz tilisi bilan Angliyaning ingliz tilisi yer bilan osmoncha farq bo'ladi. Yarim yil masalan aynan kichkina diplomat bo'lganim uchun telefonda navbatchi bo'lib o'tirganman. Masalan, savollarga javob berishga har doim silliq kechmagan. U bor yoki masalan birinchi bo'lib o'sha elchixonamizni o'zini bosida qolganmiz 18-asrda qurilgan bino. Tasavvur qilyapsizmi, qanaqa qilib binoda odam ham ishlab ham yashashi mumkin. Hamada masalan va hokazo. Ya'ni psixologik jihatdan oson bo'lmagan. Dastlabki kontaktlarni o'rnatish eng qiziq davr bo'lgan. Va bundan ham g'ururlanaman gapni ochig'i. Olimlarning orasida ayniqsa o'sha aql markazlarida ishlaydigan kuchli mutaxassislar, masalan, Angliyani o'zini oladigan bo'lsak, Shirin Akmeyevni birinchi kontakt sifatida, masalan, keyinchalik bilasiz, eng sinovli davrlarda O'zbekistonning eng yaqin do'sti bo'lib qoldi. Eng yaqin do'sti bo'lgan haqiqatdan ham. Undan tashqari o'sha paytda yosh tadqiqotchilardan bittasi geograf olim, endi doktoranturaga o'qishga kirganda, Nikolas Begoran, hozir Newcastle universitetining professori, u paytda o'zbek qirg'iz chegarasi bo'yicha doktorskiy yozayotgan. Ya'ni o'sha olimlar juda ko'p yillar davomida O'zbekistonga katta naf tegdi, olim sifatida. Aynan ularni ikki kontaktsiz o'rnatildi. Albatta, va bundan g'ururlanaman. Ya'ni ularning intervyulari, ularning O'zbekiston haqida fikrlari keyinchalik o'zi aslida ham mana o'sha dissertatsiya yozganimizda boshqa qilganimizda ham o'shalarni O'zbekiston haqidagi fikrlari menga turtki bergan. Ya'ni xalqaro media makonda O'zbekistonning imiji masalalari buni tadqiq qilish kerak edi, chunki kichkinagina xabarchalar chiqardi. Mayli, birdaniga 40 ta davlatda elchixonamiz paydo bo'lib qolgani yo'q. Bitta ochilgan. Kechirasiz, hali ham masalan o'z binomizga ega bo'lmagan elchixonalarimiz bor. Mayli, Angliyada sotib olganmiz binoni, Washingtonda sotib olganmiz, Hindistonda qurganmiz, Germaniyada qurganmiz, lekin hali hamma davlatlarda o'zimizni bunyod etgan yoki sotib olgan binolarimiz emasdi, ayrim joylarda hanuz biz ijarada o'tiramiz-da, gapni ochig'i. Lekin bu narsalar baribir ham qilinishi kerak, chunki o'zini qoplaydi. Ijaradan ham ko'ra, agar siz eng qimmat davlatda ham ijarada o'tirgan bo'lsangiz, u hech bo'lmasa 10 yilda bilaman, endi u davlat byudjeti uchun oson emas. Biz masalan diplomatlar har bir kechirasiz sentimiz bizga oylik bo'lib keladigan sent, bu o'zbek xalqini o'sha dehqonlarning mehnati emasida, masalan, Moliya vazirligi orqali buni mas'uliyatini juda ham kuchli his qilganmiz o'sha paytda. Masalan, epikirovka bo'lardi, $2000 kiyintirishardi bizni, bilasiz, undan xabaringiz bor. Ya'ni o'zbek diplomati nafaqat muomala madaniyati, balki kiyinish madaniyatida ham masalan boshqalarda ham emas degan mesajni biz oldimizga qo'ygandik. Masalan, bari qaraydi, masalan, Angliyani o'zini oladigan bo'lsak, bari kiyimimizga ham qaraydi. Bilasiz, konservatorlar yurti. Ular bilan bir og'iz gaplashishingiz uchun, munosabatga kirishishingiz uchun albatta diplomatik etiketga rioya etishingiz kerak. Va hokazo. Bu narsalar sekin-sekin paydo bo'ldi va o'sha diplomatik aloqalarni shakllanishida kichkinagina rol o'ynaganini xursandman deb o'ylayman. O'sha kontaktlar ma'nosida yoki dastlabki O'zbekiston haqidagi masalan ko'rgazmalar qilganmiz, Oxford universitetida yoki Cambridge universitetida Lidsga borganmiz va hokazo. Hatto qirolicha bilan
ushlashga hozir uni alohida bo'ldi. Siz hozir shunday aytyapsizki, kuzatuvchilar katta bir professional diplomatni faoliyatini eshityapti, lekin siz u paytda hatto uylanmagan yigit edingiz. To'g'rimi? 22 yoshlarida universitetni endi tugatgan. Lekin qiziq holat. Men yaqinda bilib qoldim. O'zbek diplomatiyasi haqida siz yana birinchi raqamli joyingiz bor ekan. 2 oyda ichida xorijga faoliyat olib borish imkoniga ega bo'ldingiz. Qanday bo'lgan bu voqea? Umuman tashqi ishlar vazirligiga ishga kirish jarayoningiz qanday bo'lgan? Bu ham adashmasam qiziq voqealardan biri bo'lgan deb eshitganman. qarang, bu o'zi aslida baxtli tasodif desak ham bo'ladi, omad desak ham bo'ladi. Bilasiz, kollega yig'ilishlari bo'ladi, hay'at yig'ilishlari va o'sha hay'at yig'ilishlariga kutilmagan taklif qilishgan tashqi ishlar vazirligi va vazirlar o'zlari o'tiribdilar va o'shanda tanishtirishayotgan paytida aynan jurnalistika bilan bog'liq aytishgan. Ya'ni axborotning ingliz tilidagi versiyasini tayyorlaydigan yigitlardan biri bu bo'ladi desa, o'shanda vazirimiz ko'zoynaklarni sekin yechib, "Ha, men bu yigitni taniyman, ko'rsatuvlarni ko'raman, First Channel News'da olib boradigan bolalardan bittasi" deb o'sha paytda aytishgan va bu jurnalistika sababchi bo'lgan deb o'ylayman, qaysi ma'noda. Chunki keyinchalik ham o'sha aynan o'sha vazirning o'zi bilan studiyaga borgan paytlarimiz bo'lgan. Uni mashinasiga o'tirib, masalan, 11 sentyabr voqealarida bu vazirda aytavering hozir. Abdulaziz aka bilan birga borib, jonli muloqot yozib, 12 sentyabr kuni efirda, masalan, ular tabiiyki kamerani orqasida turganlar bizni tayyorlab, O'zbekiston hukumatining pozitsiyasini bildirishga, bizni nima qilishga jalb qilishgan va aynan jurnalistika bilan diplomatiyani bog'langan joyini aytyapman-da. Ya'ni jurnalistika tufayli, ya'ni aynan televideniya tufayli axborot sababli Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi o'sha paytdagi Jahon axborot agentligini Londondagi muxbirlik mudiri sifatida 3-kotib diplomatik rangi bilan jo'natishgan. Demak, siz ishlamasiz ham Albatta, albatta. Va eng qizig'ini aytaman, Olimjon, sizga u yerga amaliyot uchun jo'natishgan. O'shanchalar 2 oy tarixda bo'lmaganda, 2 oylik bolani kim jo'natadi? Odamlar Tashqi ishlar vazirligidan mehnat safariga, uzoq muddatli mehnat safariga chiqish uchun yillab kutishadi, 5 yillab, 10 yillab kutishadi. 2 oyda hech kim chiqmagan, gap ochig'ida, bu tasodif bo'lishi. Demak, men bergan ma'lumot rost ekan-da. Rost. Oyda chiqqan dastlabki diplomat. Aynan shunday rang bilan chiqarishgan. Keyin u elchimiz u paytda hali elchi tayinlanmagandi. Shahzod Feyz deydi, ya'ni muvaqqat ishlar vakili Timur Sharipovich Saidov, protokoldan chiqqan odam. U odam bilan yaxshi ishlab ketganmiz va u nima deydi, orqa sana bilan, oldingi sana bilan qaydan rost ma'nosiga diplomat sifatida buyruq chiqartirib va Angliyada ishlashni o'rnatgan. Va ulardan keyin birinchi elchimiz Fatih Gulyamish Teshabayev kelganlar va ular O'zbekistonning Britaniyadagi birinchi elchi sifatida faoliyatini boshlaganlar. Va elchixonamiz binosi ham o'sha paytda xarid qilingan. Holland Park ko'chasi 41-ida. Qarang, bu tarixiy bino, bu haqida ham alohida so'raydigan savollarim bor. Lekin qarang, yosh, hali uylanmagan yigit, endi universitet bitiruvchisi, taqdir taqozosi bilan Buyuk Britaniyaga borib elchixonada faoliyat yurityapti. To'g'ri, kunduzi ish juda ko'p. Shovqin-suron London ko'chalari, uni tushunamiz, ish bilan band. Ammo kech tushib, chiroqlar o'chirilganda yorib bo'lgan Veroniy Alemov sog'inchlari, yolg'izliklari. Bizda reklama. Har kuni aloqalarimiz mustahkamlanib bormoqda. Bunday paytlarda biz bonus va sovg'alaringiz allaqachon Hambi ilovasida sizni kutmoqda. Beeline siz bilan. Yangi ta'mli Lipton mangoli ko'k choy. Lipton yaqma choyi hamma narsani o'zgartiradi. Ko'sh qopqoqli Coca-Cola, Fanta va Sprite sotib oling. Kodni ro'yxatdan o'tkazing. Tanga to'plang. Coca-Cola bilan 100 million so'm, PlayStation 5 va boshqa ajoyib sovg'alarni qo'lga kiriting. Iloyi texnikalar muddatli to'lovga bozor narxida 12 talik inverter konditsioneri bo'lib to'lashga 3.999 ming so'm, sovutgichi bo'lib to'lashga 1.999 ming so'm.
Smart foydaning birinchi darajasi. Komfort, yanada ko'proq erkinlik va xarajatlar ustidan nazorat. Pro, to'lovlar va o'tkazmalar uchun keng imkoniyatlar. Elite 2% gacha cashback bilan maksimal foyda. Klikdan foydalanish maromingizga mos tarifni tanlang. Klik obuna, klik ilovasida ulang. Kumush qopqoqli Coca-Cola, Fanta va Sprite sotib oling. Kodni ro'yxatdan o'tkazing. Tanga to'plang. Coca-Cola bilan 100 million so'm, PlayStation 5 va boshqa ajoyib sovg'alarni qo'lga kiriting. Ish haqi kartangizmi va doim yoningizdami? Eng kerakli paytlarda NBUdan ish haqi kartasi doim yoningizda. Ish haqi kartasi egalari uchun mikraqarz, avtokredit va ipoteka kreditlari kamaytirilgan foiz stavkalarida beriladi. NBU doimo siz bilan birga. Butun mamlakat o'yinda. Pepsi sotib ol. Qopqoq ostidagi kodni ro'yxatdan o'tkaz. Isming yozilgan 12-o'yinchi futbolkasini yutib olish imkoniyatiga ega bo'l. Qimmatbaho sovg'alar va 12 avtomobildan birini yutib olish uchun kurash. QR kodni skanerla va sen o'yindasan. Bu butik qorin og'rimasligi uchun. Fanta klubidagi dushesni tatib ko'ring. Fructis lineykasi o'simlik keratinli va suv o'tkazmaydigan texnologiya bilan sochlarga 100 soatgacha ko'zgulik porlashni beradi. Sizning olmoslik porlaydigan praymeringizz Garnier Fructis. Ajoyib ta'mi. Yangi Fructis tarvuz lazzatidan zavq oling. Parvoz sosiskalar. Adolatli narx. Dünyada 50 koy yeganligi va'da beriyoruz olamiz oylar. Balki chest sportchidir. O'zimchagi juda